Qandaqsa bir harakatni to'sqinlik qilish uchun Xitoy maxsus evatgan jasuslar orqali Uyg'ur tashkilotlarini parchaladi, Uyg'ur davosini parchaladi. Lekin men bu yerda selishtirganim Uyg'urning tashkilotchilik iddiasi Xitoynikidan ortiq. Endi biz shundaq deylik, Shanxay inqilobi nima? Uning bir baho berib aytaylik, Shanxay inqilobi hech kim qo'zg'agan, hech kim tashkillagan inqilob emas. U changda bir askar soqchining miltig'idan bir payvoq chiqib ketdi. Şu o'q chiqib ketish bilan atrofdagi xalqlar nima dedi? Nima qilishdi? Go'mingdongrin. İnqilab, partiya inqilobi keldi u dedi. Shu patparaqchilik bilan ondan asta jarayonlashib bir inqilob jarayoni kirdi Turan efendi. Shanxay inqilobi. Shanxay inqilobi shu boshlangan kunda nima ish qildi? Choch kesdi, choch ayollarni chechini kesdi. Chunki bu millatga xo'rlik qilib, ro'yiga singib ketgan birroq manjular uzun choch qo'ydirib bu Xitoylarga bu uzun choch 2 metr, 3 metr qo'ng'iga sangilab turdik. So'nggichigacha ba'zi ish qilgan, harakat qilgan, putlashadigan bo'lsa, uni bo'yniga o'rab qoladi. Xuddaylik Uyg'ur cho'chaklari va kechiringlar Uyg'ur til iborali boyniga, chechini boyniga bog'lab olgan paxtak deydigan birisi bor ku, Turan efendi. Shunda. Hammasi paxtak. Xitoyning odamlari shu Manju davrida Shanxay inqilobi bo'lsa, hammasi paxtak edi. Chechini boyniga yo'g bo'lib ko'chada yuradi. Demak, inqilob shundan boshlandi. Choch kesish. Demak, bu yerdagi milliy xo'rlik, milliy haqorat, milliy kamsitishning ig'irlik darajasida shu vaqt Shanxay inqilobida Jungo xalqi avsila his qilgan edi. Biz Jungo xalqining bu ro'yini, bu milliy uyg'unishi ro'yini albatta olqishlaymiz, chunki u bir millat. U millat sifatida o'tirg'i chiqyapti, hurmatli vatanda. Bugun endi kelayli shundaq o'zgarish qaysi nabda o'tirg'i chiqishdan qat'iy nazar Jungoga yetib keladigan bo'lsa, Jungoda hokimiyat beshig keladigan ikkinchi partiya yo'q. Belki bunun için biz hem ümit kılgandak, belki Xitoy demokratları ümit kılavatkan buluş mümkün. G'arb dünyası bu partiyani tashkillash kerak. Xuddi jangjashil. No pozini tiklab bergandek. G'arb dünyası shundaq bir partiyani yasab chiqish kerak, qurashtirish kerak, qo'llash kerak. Shuning bilan Jungo xalqi g'arb dunyosiga cho'qindigan Jungo xalqi bunga bay'at qiladi, buni poziy e'tirof qiladi. Jungodagi har qanday o'zgarishni kontrol qila oladi. Agar millatlararo yig'iligi Quralloq ko'rash bilan aldasa, tatdi, badi, keldi, qir, chap, or. Mening manfaatim bu buni davri kirdigan bo'lsa, Jungo xalqi uval. Shu qatorda mustamlika Uyg'uriston va mustamlika Tibet cheximi uval. Lekin shundaq bir paytda madaniyat inqilobini ko'rganlarimiz bilan, madaniyat inqilobi beshimizdan o'tganlar bilan hisoblagan Uyg'ur xalqi darhol ittifoqlasha oladi. Bunaqa mening ko'zim yetadi. Biroq Uyg'ur xalqi darhol ittifoqlasha oladi. Uyg'ur xalqi shundaq darhol parchalanib ketadi. Shu manmanchilik bir ig'ir. Manmanchilik bir ig'ir Turan efendi Uyg'urlarni, chunki men buni o'zim bir tadqiq qilib bir boshqa elib chiqqanman. Nima sababdan shundaq bo'lganini uqmayman. Hozir Uyg'ur ziyolilariga nazar tashlasangiz, birini biri e'tirof qiladigan, birini bir to'g'ri topadigan bir ziyoli yo'q. Uyg'urning chuvalchaqligi, Uyg'urning tartibsizligi, Uyg'urning ittifoqlashanmaganligi dal shu nuqtada. Yana bir nuqtada aytganda siz ko'rgansiz, Pokistonlik buyuk arbob, islom dini tadqiqotchisi Said Payyaz Mahmud deganning islom dinining qisqish tarixi deydigan 2 tomlik kitob bor. Turan efendi, shu kitobni o'qib ko'ring. Said Payyaz Mahmud nima dedi? Islom diniga ishonadigan millatlar ittifoqlashanmaydi dedi. Men demedim kechiring vatandoshim. Said Payyaz Mahmud shu kitobida islom diniga ishonadigan millatlar ittifoqlasham. Chunki uning kaynida yo bir jumla so'z yo'q, yo oldida bir jumla so'z yo'q. Men shuni qistirib qo'yayki, islom dini bir xudolik din. Bir manbalik din. Gerçi bunun sunniy, Şia mazhablari bo'lsa, bir xudolik din. Bir xudolik dinga bay'at qilgan odamlarni o'zini xuddaligi sopizmdagi ba'zi odamlarga, ba'zi darvishlarga yoki ba'zi shu tarixda o'tganlarga selishtirsangiz, bir xudolik dinda sopizmdagi din falsafasini elib kelib so'zlasangiz, men buni to'liq to'liq tadqiqotchiya, to'liq egallagan odam emas. Men bu yerda faqat qistirib o'zimning his tuyg'usi kelayotgan so'zni aytaman. Shunga bir xudolik dinda har bir odam sopizmdagidan o'zini xudo chaqlaydigan ishim bo'lib qoldi. En halkılık mesela müşahede. Said Payyaz Mahmud ko'rsatayotgan islom diniga ishongan odamni ittifoqlashanmaydi degan so'z mana bu şey. Eng halkılık meselesi mesela müşahede. Said Payyaz Mahmud ko'rsatayotgan islom diniga ishongan odamni ittifoqlashanmaydi degan so'z mana bu şey. Eng halkılık meselesi mesela müşahede. Said Payyaz Mahmud ko'rsatayotgan islom diniga ishongan odamni ittifoqlashanmaydi degan so'z mana bu şey.
Bunu inçkilik bilan ko'zlasangiz mundaq. Lekin Uyg'ur xalqi ishonamanki, ittifoqlasha oladi. Mushundaq turli sabablar bilan oxirgi hisobda bu ittifoqlik yemirlib ketadi. 30-yillarga qarab beqing. Yaqubbek davri qarab beqing. 40-yillarga qarab beqing. 40-yillarda xalq obda ittifoqlash chunki Rossiya Stalin qo'llabdi uni. Tashqaridan kelgan bir qudratli kuch Uyg'urni ittifoqlashdi edi. Lekin 40-yillarda inqilobning rahbarlik huquqini Stalin kontrol qilib oldi. 30-yillarda inqilobning rahbarlik huquqi chechilib ketdi. Tarmar bo'lib ketdi, parchalanib ketdi, ittifoqlashamadi. Endilikda madaniyat inqilobi qaytib kelsak, agar shunday o'zgarish Jungoda yuz beradigan bo'lsa, hurmatli vatandoshim, nima ish yuz berdi? Beşimizde o'tganlarni ko'rdik. Madaniyat inqilobi degan davrda Uyg'ur xalqi ittifoqlashib, Oxunobdek, rahmatlik Oxunobdek milliy qahramonni o'tirg'i chiqadi. Mejit Baturdek milliy qahramonni o'tirg'i chiqadi. Mantil Hakimdek milliy qahramonni o'tirg'i chiqadi. Xayrullohdek milliy qahramonni o'tirg'i chiqadi. Bu qahramonlarimiz Qorajildagi jangda Xitoy bilan etishib shahid bo'ldi. Dal shu vaqtda madaniyat inqilobida Uyg'ur xalqi Qashqar va janubiy taraflarda, Qashqarning janubiy taraflari, Yakan qog'liq taraflarida Zarafshan polkini tashkillab chiqdi. Uyg'ur xalqi mushularni qila oladi. O'zgarish davri kirganda endi gap bu militaristlar yig'iliga kirib ketganda mana shunday bo'ldi. Endi hozir gap chunki o'zgarish davri kirdi. O'zgarish davrida kim qabul qildi? Qaysi partiya qabul qildi? Qaysi nopos bu o'zgarish davriga rahbarlik qildi? Yo'q, hech nima yo'q. Chet eldagi Xitoylar parcha hozir. Chet eldagi Xitoylar bir kuch talab qo'ygani yo'q. Chet eldagi Xitoylarda vaqt hukumatmi qurilib bo'ldi, lekin uning davrini yo'q. Federatsiya to'g'risida qonunlar tuzilib bo'ldi. Masalan, Gaujishin yozganda onu icra qildigan adam yo'q, tushundirdigan adam yo'q. Bular qonunlar nima dedi? Asonliq millatlarga partiya qurish huquqi berilmaydi. Asonliq millatlarga advokatlik huquqi berilmaydi. Moshundaq shart asosida biz federatsiya qurish. Ko'rdingizmi ishni? Gomindang davridagi Xitoy yana shu Xitoy, Kompartiya davridagi Xitoy yana shu Xitoy, demokratiya degan davrdagi Xitoy yana shu Xitoy. Xitoydir, baribir Xitoy. Lekin yani şunun işinki hürmetli vatandaşım Turan efendi. Çünkü o'zgarish davri kirsa endi burunqi zamonlar o'xshamaydi deb o'zimizni bezdaymiz, lekin o'xshash. Chunki millat shu, tabiat shu o'xshash. O'xshash bo'ladi. Odamlar o'xshash. Ko'z qarashlarini yanglish bilan tez yo'l bilan bir taraf tashabbus qiladigan odamlar, ulug' odamlar o'tirg'i chiqishi mumkin. Lekin jamiyat davolg'ishga, jamiyat parchalanishga, jamiyat o'zgarishga, jamiyat chak-chakidan bo'silishga kirib ketadigan bo'lsa, buni oqibatini hech kim tasavvur qilolmaydi. Lekin Uyg'ur xalqi mushundaq payti o'zini qandoq tutadi? Qarab beqing, hozir 1 millionlab, 2 millionlab odamlarni lagerga yig'ib oldi. Belki Xitoy mushu daqiqaning yetib kelayotganligidan ansirgan bo'lishi mumkin. Tibetda ham akirib shundoq so'lab oldi. Chunki bu odamlarni xatarlik odamlar va qatariydigan odamlar deb qaradi. Yoki bu orqali Uyg'urlar tahdid solmoqchi bo'ldi. O'shini yig'ib ol, Uyg'ur bor shundoq qilaman demoqchi bo'ldi. Lekin bu jarayonga dunyo hozir qanchalik ko'ngil bildirmatlik. Turan efendi, siz o'ylab beqingki, shuni qayta o'ylab beqingki, Somali xalqaro yordamga erishdi. Hemen keyingi leksiyalarımda so'zlayman buni. Hozir Uyg'urdan 1 million kishi turmaga kirdi. Nazarband qilindi. Dunyo nima dedi? Bu to'g'rida ayrim to'xtalamiz. Bugun shu to'g'ri to'xtalgan ikki parcha maqolam bor, uni qoldirib qo'yib, ikki parchalik sen bor, uni qoldirib qo'yib, bugun sizning savolingiz javob berdim Turan efendi. Iddiyangiz tayyorlik bo'lsin. Har bir odamning iddiyasi tayyorlik bo'lsin. Hozirgi vaziyatda junqi cho'qon. Bu o'zgarish davriga kir, chora yo'q. Men boshda oxir deb kelyapman. Agar aqlliq bo'lsa Rais Shi Jinping, agar aqlliq bo'lsa Jungo Kompartiyasi, mushundaq vaqtimi Amerika bilan tig'ma-tig' elishiman dema. Amerika 50 milyar dollarlik bosh qo'ydi, men 50 milyar dollar. Sizda bunday salohiyat yo'q. Sizda bunday kuch yo'q. Men boshda dedim-ku. Rossiya matbuoti nima dedi? Savdo urushi qilish, Amerika bilan elishish Jungo siz bir peshvoga yaramaysiz dedi.
Ama şu deganlarni o'rganganda Jungo men o'tgan kelishim ham nima dedim? Jungo Xitoy millatining tabiatida bir aldirangliq bor. Amerika moshini degandimi, sen xato qilding. Amerika qasam deyotgani yo'q. Sen o'zing dunyo sud tashkilotiga kirding. O 7 yılgıç dep geldi Amerika. Sen özgertmedin, kanunu rioya qil dedik, rioya qilmading. Kanunga amal qilib sozimiz o'tirmizda tampon bo'lsin, adolatlik so'zi qilayli dedi Amerika. Mana shu. Men bu Amerikani aqlayotganim yo'q, Amerika qo'shamat qilayotganim yo'q. Amerikaning maydoni shu ekan. Men bu to'g'ri maydonni qo'llaydigan bir odam, bir Amerika. Sen o'zing topding bu balani. Endi men bosh dedi-ku, o'zgartish kerak dedi Prezident Trump, o'zgartish kerak. Onun orada sen oturgu çıkıp sen bunda baş koysan, ben bunda baş koyayım. Bir yerde iki taraf var. Biri, Reis Xi Jinping pıralığı, Jungo pıralığı değil mi de cevap veriş gerek. Şunun için o yüzüne doğru iltimas kılıp oturdu. Kompartiya Jungo pıralığı değil mi de cevap veriş gerek. Amerika Jungo soğudu oturdu. Kim otalaş tartışlar. Kompartiya yüzünün meydanı çoğunturup patlak meydanı iş bağdılıp, Kompartiya yüzünün obrazını tikilmekçi olur. Lekin çatak. Ben dedim çatak Amerika endi bu işte kolga aldı ahırga düşüyor. Ahırga düşürüş gerek. Ahırga düşürüşten Prezident Trump efendinin ümit kılımız, arzu kılımız Prezident Trump efendi. Çünkü Amerika oturuyor Suudi münasebetleri başında kılış gerek. Tampon altı kiliş gerek. Çünkü özgürlük devri kiriş gerek. Xuddi Rossiyadek. Aynı vaqt sabık Sovetlar qanday kirgan bo'lsa özgürlük devri Jungo shunday kirish kerak. Biz şunu Jungo hükümetining parakandichilikdan xoli bo'lib, ichki urushdan xoli bo'lib, armiya va saqchilarning millatariga aylanib ketishining oldini olish uchun hozirgi vaqtda Kompartiya birdan bir qiladigan ish 1 milyard 100 milyon o'z dedi-ku. Rossiyalik olimlar dedi 500 milyon nüfuslik davlat dedi-ku. Mo'shu davlatni baloyi ofatdan qutuldirib kelishni o'ylash bugungi Jungo Kompartiyasining oldiga qo'yilgan birdan bir vazifadir. Bugungi Jungo Kompartiyasining oldiga qo'yilgan vazifa Amerika bilan elishish emas. Elishamaysiz Jungolik hukumat. Vaqt keldi boshdan so'zlab kelyapmiz. 46 yil dedik. 40 yil bir qana toshdi dedik. 30 yillik savdo munosabatlar dedik. Vaqt keldi, vaqt yetib keldi. Jungo hukumati siz o'zgarish davriga kirasiz. Bizning tashabbusimiz balki Xitoy demokratlarining tashabbusi. Siz faqat Gorbachevning rolini o'ynaysiz, boshqa yo'l yo'q. Uyg'urning taqdiri Sharq Turkistoningizning taqdirini hech kim emas. 21 milyon Uyg'ur xalqi belgilaydi. Men ishonamanki, rahmatlik Oxunovdan yana birisi chiqadi. Rahmatlik Mejitdagi yana birisi chiqadi. 3-yili yani